qiziq fishka topib oldim. ChatGPTdan ofisimda rasmga oldim. Hozir ofisimda remont qilyapman. Rasmga oldimda yarashadigan bir parda ilib berdim, zaпрос berdim. Shu ofisga yarashadigan parda ilib berdim, zaпрос berdim. Shunaqa bir ajoyib variant tavsiya qildi. Bu pardani rangi yoqmagan bo'lsa-da, lekin menga bergan ideyasi juda yoqdi. Keyin boshqa sariq rangda qilib bergin dedim, pardani rangini o'zgartirdik. Mana shunaqa kartinkani tavsiya qildi. Menga juda yoqdi, demak, ChatGPTdan rasm yuklab, xona interyerlarini ham bir elementlar qo'shib yoki olib tashlab, ranglarini o'zgartirsa bo'ladigan bir imkoniyatlari bor ekan. Juda ma'qul keldi. Sizlarga ham tavsiya qilaman, foydalanib ko'ringlar, o'zingizlar uchun juda foydali deb o'ylayman. Keyingi videolarimizda yana sun'iy intellektga tegishli bo'lgan yoki birorta grafik redaktorlar yordamida chiroyli darslar chiqarishga harakat qilaman. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha